Kaptarxonadan gapiramiz. Ikkinchi nomi Usmonobod deyishadi. Bitta chasib qo'yaylik bola. Opa! Nechinchi yil edi? 1900. Shu maktabda o'qiganlar bormi mana? Laykni bosamiz. Pastki kaptarxona, tepa kaptarxona bor mana. Pastki kaptarxonamizda 21-maktab mana. Shu maktabda o'qiganlar bormi mana? Laykni bosamiz. Men she'r bilmayman-ku. Aytardingiz-ku she'rlarni. Yo'q, bilmayman. Hozir bilmayman. Dilmurodjonning muxlislariga Kaptarxonadan salom. Kaptarxona va pesh. Kaptarxonadan gapiramiz. Mana do'stlar, o'sha Kaptarxona qishlog'i mana. Tinch, sokin qishloq deydi-ku mana. Farg'ona tumani Kaptarxona qishlog'i. Bu mening qishlog'im. Juda ham go'zal. Aziz do'stlar, bizning qishlog'imizning nomi Kaptarxona. Ikkinchi nomi Usmonobod deyishadi. Shu insonni taniydiganlar bormi mana? Usmon Yusupov mana. Bizning qishloqda Kaptarxonada tug'ilgan. Shu Farg'ona katta kanalini hashar yo'li bilan qazigan, hasharga sababchi bo'lgan inson shu Usmon Yusupov bo'ladi. Taniydiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozamiz. Usmon Yusupov 1900-yil 1-marta Kaptarxona qishlog'ida tug'ilgan. 16 yoshgacha shu yerda yashab o'tgan. Keyin 16 yoshdan keyin Yangiyo'lga ko'chib ketgan. U davrda Farg'ona katta kanalini 45 kunda qo'l mehnati bilan Hashar yo'li bilan qazigan shu bobomiz bo'ladi, to'g'rimi? Bu yer uyi bo'lib, 16 yoshgacha shu uyda yashab, bu uy muzeyi. Hozirda uy muzeyini narsalarni Yangiyo'lga olib ketganligi sababli biz barqaror hamjihatli mahalla fuqarolar yig'ini hisobida shug'ullanib kelyapmiz. Aziz do'stlar, o'sha men yoshligimda o'qib katta bo'lgan, shatda tahsil olgan 45-o'rta maktab. Shu maktabda o'qiganlar bormi mana? Laykni bosamiz. Katta o'qib katta bo'lganmiz. Assalomu alaykum, hurmatli Dilmurodjon Madmusayevning muxlislari. Mana pedagoglar oilasida ta'lim olgan Madmusayev Dilmurodjon bizning maktabda a'lo baholarga o'qib, mana hozirgi kunda el yurt sharafiga muyassar bo'lib kelmoqda. Biz bunday o'quvchimiz borligidan faxrlanamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, bizning baxtimizga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Farzandlari ham shu bizning maktabimizda tahsil olib, hozirgi kunda oliy ta'limda meditsina yo'nalishida tahsil olib kelmoqda. Biz bunday oilalar bilan, bunday o'quvchilarimiz bilan faxrlanamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Shu mana 45-o'rta maktab. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, siz. Pastki kaptarxona, tepa kaptarxona bor. Mana pastki kaptarxonamizda 21-maktab mana. Shu maktabda o'qiganlar bormi mana? Laykni bosamiz. Biz do'stlar, mana yo'lda sinfdoshlarimni ko'rib qoldim. Bitta chasib qo'yaylik bola. Opa, esomisiz. Hech. Kaptarxonadan gapiramiz. Muxlislarga alangali salom. Sog' bo'lasizlar. Bu mening sinfdoshlarim. Aziz do'stlar, mana o'sha Kaptarxona Mehnatobod mavqei mana. Bu bizning guzarimiz. Kaptarxona. Nizom aka. Akam bilan yoshlikda kollejda o'sha paytda nima edi-da, ha? Chibet kollej. Chilish. Kasb-hunar Kasb-hunar maktabi edi o'sha paytda. Nechinchi yil edi? 1996-yil. 96-yil. Ukamiz o'sha mahallada ham taqirlarni cholib bizga ashulalar aytib, paxtalarni ichida jonli ijro qilib, baralla aytib, paxtada ayniqsa. Paxtaga qachon borardik, qachon qaytib kelardik, zerikmasdik, qanday vaqt o'tkazib bilmasdik. Mana endi xudo xolasa yana o'sha yo'nalish tanlabdi. Xudo sizga nazar qildi. Mana eng O'zbekistonda oldi ashulachilarida. Malades, gazni bosing. Sog' bo'ling aka. Kaptarxona Bapesh. Bapesh. O, ala. Tolib aka bilan asading bo'lmasa, Nima dey? muxlislarga salom desangiz bo'ldi. Bitta she'rdan aytsangiz ham yana yaxshi. Men she'r bilmayman-ku. Bir aytardingiz-ku she'rlarni. Yo'q, bilmayman. Hozir bilmayman. Hozir bilmayman. Bizi mahalla fuqarolar yig'ini. Usmon Yusupov haykali yana
bizni guzarimizda bor. Ana. Ha, shuma bigiri hamrohimizdan bitta intervyu olamiz. Muxlislarga salom aytsangiz, Bo'traka, nozaymi? Dilmurodjonning muxlislariga Kaptarxonadan salom. Kaptarxona va pesh. Hamrohim mana Bo'traka. Ana mahalla fuqarolar yig'ini Kaptarxona Mehnatobod muftiyi mana. Bizni guzarimiz. Mana bu bizni jome masjidimiz. Assalomu alaykum g'arib bachagon, man bachai tojikim ay O'zbekiston. Assalomu alaykum g'arib bachagon, man bachai tojikim ay O'zbekiston. Dardu hami g'aribi ba guftan oson, xudovandi mehribon. Hamma narsani oxirida reklama bo'lgandek mana bu bizni magazin mana. Bitta zapchas Kaptarxona sentrida kelarasizlar. Bag'i Vadildan kelish, bag'i avvaldan kelish mana. Sug'urta Yaki az ro'zhoyi bitta zapchas. Assalomu alaykum. Azay. Hamma narsa bor oxiri. Mana. Yaki az ro'zhoyi Kelarasizlar. Ya g'aribe salom bu shudam man purson. Gufta ki gush kun mara ey Dilmurodjon, ba khotiri g'aribon bayti nam bikhon. Gufta ki gush kun mara ey Dilmurodjon, ba khotiri g'aribon bayti nam bikhon.